skolioz, osteoxondroz, spondilyoz, gemangioma, telopozvanka debdi mana bel umurtqa, protruziya, disk, grija disk, bularni tushunasiz, diagnozingizni tushunasiz. Endi skolioz bu degani sal umurtqalarda qiyshayishi degani, osteoxondroz sal, protruziya, spondilyoz degani umurtqalarda sal ezilishi degani. Endi tuzlashibdi deydi xalq so'zida, nima deydi? Protruziya. Endi grija degani o'sha umurtqalarning orasidagi diskni yorilib tashqariga chiqib, nervni ezib qo'yib, oyoqni uchigacha og'riq beradi, uvishadi, kimdadir sovqotadi. Bu belingizni gapiribdi. Endi belda bo'lgandan keyin ko'proq bo'yindiki ham qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoldimi bo'yindiki? Bo'yindiki nima qiladi? Bo'yindiki qo'lingizga uvish beradi. Uyushtirishyapti. Qo'lga uvish beradi. Keyin buni boshda ham muammo keltirib chiqaradi. Nimaga desangiz, buni bo'yinda qisilishni hisobiga qon aylanishi ham yaxshi bo'lmaydi. Shularning hisobiga keyin qoningizni-chi, kamqonlik ham rangingizdan ko'rinib turibdi, yurakda quvvati past ko'rinib turibdi. Mana kamqonlik, bo'yindagi osteoxondrozning hisoblariga miyada qon aylanishi yaxshi bo'lmasdan bosh og'riq, uyqu qochish, asab buzilish, ko'zda tinish, bosh quloqda ayrimlar shovqin paydo bo'lib qoldi deydi. Shovqin bo'lish, keyin xotirani pasayishi, uyquda ko'p tushlar ko'rib miya dam olmay uyqudan charchoq turish bo'ladi. Bor, hammasi bor. Men sanayapman, hammasini bor deyapsiz. Charchoq turaman, 12 soat yotsam ham miyam dam olmaydi. Hali ko'p o'y xayol tushlar ko'rib chiqaman. Chunki miyada xotirjamlik yo'qda, qon aylanishi yaxshi emas, oziqlanishi yaxshi emas. Mana buning sabablarini hisobiga. Keyin stress, nevroz o'ta ta'sirchang bo'lib qolasiz. Tez xafa bo'lib, tez xursand bo'lib, tez yig'laydigan holat bo'lib qoladi. Shu endi belingizga hali aytgan gaplar, oyog'ingizdagi og'riq, uvishish, sovqotish degan gaplar, skolioz. Endi buni rahmat, mana tomografiyada juda chiroyli qilib ko'rsatib berishibdi. Yozib berdim. Endi qancha ko'p buni kavlashtirsangiz, shuncha ishingiz ko'payadi. Endi skolioz bo'ldi, osteoxondroz, spondilyoz, protruziya, grija, hammasi shu umurtqani endi kasallik hayot davomida orttirib oldik. Uni davolash uchun yana boshqa a'zolarni ham davolash kerak. Yuragingiz, buyragingizni qo'shib davolash kerak. Peshob qanaqa? Yaxshi. Hazm qanaqa? Hazm hali oldin kelmaganimdan qiynalyapti. Siz ikkinchi marta kelishingiz, bu natijalar bo'ldimi? Bo'ldi. Ancha ishtaham ochilib, kechasi qornim ochib, bashna bo'ldi. Qorin ochib qolyapti. Qorin ochib qolayotgan bo'lsa, xonangizga kechqurunga tayyor qilib bir yeydiganni, yegulikni olib kirib qo'ying. Chunki bu narsalar hazm tizimingizni ham kuchaytiradi. Chunki o't haydovchi ham bor tarkibida. Keyin xolesistit, gastrit, pankreatit deydi. Mana hazm tizimidagi muammolar. Shularni ham davolaydi-da bu narsalar. Mana asablar yaxshi bo'lgandir, uyqular yaxshi bo'lgandir, yuragim ham quvvatlanib qoldi. Ha, to'g'rimi? O'sha endi belimda og'riq, oyog'imda og'riq bo'lyapti. Endi tuz ko'payyapti yana. Qarang. O'sha tuzni haydash uchun endi men sizga tuz haydaydigan narsalar yozib beraman. Tuzni haydaydi. Og'riq qoldiraman deydigan bo'lsangiz, og'riq qoldiruvchi dori-darmon aptekada juda ko'p. U sizni o'zi nomi aytib turibdi-yu, og'riq qoldiruvchi deyapti. Og'riq qoldiruvchi. Sizga og'riqingizni qoldiradi xolos. Mana grijani, osteoxondroz, spondilyoz, protruziya degan gaplarni tuzatib qo'ymaydi. O'z nomi bilan og'riq qoldiruvchi. Endi siz uni ko'p iste'mol qilaversangiz, mazza qilasiz, og'riq qoldi, bugun qoldi, ertaga yana og'ridi. Ertasiga yana nima bo'ladi? Yana og'riydi, yana ichasiz. Oxir oqibat nima bo'ladi? Ko'p dori ichaversangiz, oshqozonni ishdan chiqarasiz, jigarni ishdan chiqarasiz, buyrakni ishdan chiqarasiz, birin-ketin kelib chiqaradi. Shuning uchun davomiy sizga shunchalik foyda qildimi? Hazmingizga, asabingizga, uyqungizga, yana nimalarga foyda qildi, natija bo'ldi. Demak, siz davom ettiring. O'shancha keldim deyapti. Shuning uchun men sizga hozir qo'shimcha yuragingiz, buyragingizga ham yozib beraman. Mana buyrakda tuzlar.
Yüreğde toshib qolyapti. Endi tuz ko'p ekanda, u yig'ilaversa, shuning uchun kamqonlikni ham, yurakni ham quvvatlaylik, hazmni yana yaxshilaylik. Keyin bu a'zolaringizni davolash jarayonida bir yo'la shu mana osteoxondroz, protruziyalar, grijalardan grijani-ku hech kim yo'q qilib qo'ya olmaydi. Faqat operatsiya yo'li bilan deyiladi. Biz ko'p operatsiya qilganmiz. Endi hozir ko'payib ham ketdi. Endi juda bo'lmay qolganda operatsiya qilish kerak. Ungacha buni parvarish qilib, parvarish qilsangiz sekin-sekin shamollashib ketadi. Endi natija bo'lgandan keyin og'riqlar qoladi-da. Natija bo'lsa keyin og'riq qoladi. Davolanish jarayonida. Bu narsalar og'riq qoldiruvchi emas, sizni davolovchi. Sizga og'riq qoldirish kerakmi yo davolash kerakmi? Davolash kerak. Davolash kerak, to'g'ri. Bu davolaydigan narsalar. Og'riq qoldiraman siz aptekada og'riq qoldiruvchi serob. Qachongacha og'riq qoldirasiz? Undan ko'ra davolaning-da. Ko'p kovlashtirmang. Bo'lsa bo'lar, grija bo'pti, hayot davomida orttirdik endi. Uni parvarishini qilaylik, davolaylik. Grija degan gapni esingizdan chiqaring. Xo'p, kovlashtirib olishni yurmang. Qancha ko'p kovlashtirsangiz, shuncha ishingiz ko'payadi. Shuning uchun tegmang, parvarish qiling. Men sizga ichadigan, surtadigan narsalarni yozib beraman. Mana yozganim sizga foyda ham qilib keldi. Natija hali bu sezilarli darajada foydasini bildingiz. Endi davom ettirsangiz, mana sizga yana mana bo'g'imlaringizga mana qarangda nechta diagnoz qo'yilyapti. Qarang. Mana skolioz, osteoxondroz, spondilyoz, даже gemangioma telo позвонка deyapti. Gemangioma degani gemangiomaga tegmaymiz. Ma'qul? Endi o'zi umurtqalarga tegmaymiz aslida. Gemangiomaga teng bo'lib tegmaymiz. Nima gemangioma nima degani desangiz, gemangioma bu telo позвонка. Shu umurtqadagi hol deb hisoblang, hol, tamom. Holingizga tegasizmi, yuzingizda, qo'lingizda bir joyingizda hol bo'lsa tegmaymiz, to'g'rimi? Sizga tegmayapti, siz ham tegmaysiz. Shunga o'xshagan narsa gemangioma. Unga tegmaymiz. Lekin buni bo'g'imlarni davolashga mana bu bo'g'imlar degan, bo'g'imlarni davolovchi, natija beruvchi narsalardan yana men sizga imkoniyatingiz, ixtiyoringizga qarab faqat parvarish qiling. Sizga yaxshi bir do'stona tavsiya. Faqat parvarish qiling. Qancha ko'p hali aytganim, qancha ko'p olishsangiz, shuncha ishingiz ko'payaveradi. Behuda harakat, behuda xarajat qilasiz. Shuning uchun olishmang umurtqa bilan. Lekin umurtqani davolash jarayonida yuragingiz, buyuragingiz, oshqozon, jigar, o'tingiz, asabingiz, uyqungiz bir yo'la davolanib qoladi. Ko'ryapsizmi? Natijasini ko'rdim deyapsiz-ku. Mana menga o'xshagan narsalardan imkoniyatingizga qarab yozaman, imkoniyatingizga qarab foydalanasiz. Mana yozib qo'ydim, imkonga qarab. Siz bemalol xotirjam chiqib, men mana buni ichaman foyda qildi, mana buni surtaman foyda qildi deb olaverasiz.